birdamlik yaxshi odam bo'lish oson. Yo'l bo'yida o'ltirgan tilimchiga 10 yuan pulni shartida chiqarib berishingiz mumkin. Ammo yaxshilikni uzoq davomlashtirish cho'qim to'g'ri usulda bo'lishi kerak. Buning uchun o'zingizni rohat muhitdan elib chiqishingizga to'g'ri keladi. Ba'zida hatto yaxshi niyatingiz burmilanishi mumkin. Xato tushunilishdan qo'rqmay, qilgan yaxshiligingizga javob talab qilmang. Yaxshilik qilish uchunmi ching turishga to'g'ri keladi. Men boshqalarga nihoyatda osonla ishonaman. Chunki dunyoda yomon odamdan yaxshi odam ko'p deb qarayman. Boshqalarga ishansang, boshqalarmi sana ishonch beralaydi deb o'ylayman. Tashoning 1-yilligida o'qiyotgan chig'imda tasholar aro o'xshash qiziqishdagi o'quvchilar yig'ilishiga qatnashdim. Va Beijing sanoat sho'yanida mendan bir qarar yuqori o'qiydigan bir birodar bilan tanishib qoldim. Ikkimizning gapi bir yerdan chiqatdi. Odatda bak izlashib ketmasakmi, bir qancha qatim ko'rishgan edik. U chaqda men o'zimni qamdash uchun o'qishdan surut Shindongfangda ishlaydim. Oylik maoshim 5000 yuan edi. Bir kuni uningdan tuyuqsiz telefon keldi. Oilasidan ish chiqib pul kerak bo'lib qopti. Qilcha ikkilanmay bir oylik maoshimni berdim. 3 kundan keyin oilasining ahvolini so'ray deb QQga xat yozsam, meni qora tizimlikka tiqib etibdi. Dashoning 3-yilligiga chiqqanda yana ozroq pul yig'dim. Xiyolimda motosiklet elib Beijing ko'chalarini aylanmoqchi edim. Torda bir e'lon chiqaribdi. Jiddiy pul lozim bo'lg'achqa amroq motosikletini setib etmoqchi bo'pti. Ko'rishga kelishgan joyga bordim. O'zi kelgan bo'lsa-mu, lekin motosikletini akelmabdi. Rostilla elish niyatimning borligini isbotlash uchun 2000 yuan zakalat ber dedi. Berdim. Ondan nomer taxtasini cho'qim almashtirishimni talab qildi. Yaxshi ko'ngli bilan men uchun almashtirib beradigan bo'lib 3000 yuan oldi. Arqadan yana turli sabablarni ko'rsatib, eng oxirgi 2000 yuanni elib oldi. Mush yerda saqlab tur, motosikletni elib kelay deb ketdi. O'tda ko'dirib turgan oftobda 4 soat saqlagandan keyinla aldanganligimni bildim. Xizmatga chiqqandan keyin bir xizmatdoshim tuyuqsiz izlab keldi. Qarasam, bakla parishon ko'rindi. Aslida loyiq bilan to'liq rasmga tushish uchun tayyorlab qo'ygan 20 ming yuan pulni galvonlik qilib yutirib qo'yibdi. To'y degan odamning umridagi eng muhim ish tursa, qiz bolaning go'zal aslini qoldirg'isi kelmamdi. Shundoq deb mendan yordam so'radi. Men yanala berib turdim. Hozirga kelguncha 24 odamga pul berib turibdiman. Ularning ichida 4 pulni elibla yo'qolib ketdi. So'zlab mush yerga kelganda do'stim ham xafa bo'lib, ham kulgisi kelib, "Sen nimancha döt?" dedi. Ammo 20 odam va'dasida turib pulni qaytarib berdi-ku. Ularga shartsiz ishonganim uchun yaxshi do'stlardan bo'lib qoldik. Sinjanlik bir birodarning uyida ish chiqib qolganda uningga qarz berib turgan edim. U pulni qaytarib qolmay, bu yil onam tuyuqsiz og'rib qolganda har tarafga chepib yurib, mening o'rnimda doktorxonaga opardi. Men uyga doim qayta olmaydigan bo'lg'achqa, onamni pat-pat yo'qlab turdi. Men o'zimning ahmoqligida ching turish orqali yaxshi bir do'stga erishganimdan to'liq xushal. Navada 4 qitim aldinish bilanla ishonchimni yo'qotib qo'ygan bo'lsam, hozir buncha ko'p yaxshi do'stim bo'lmagan bo'ladi. Menmo hayotimda nurg'un qitim yordamga erishib, parishon kunlarda ko'nglimga tasalli topgan edim. 2011-yili Beijing dashoni bitkizish oldida otam tuyuqsiz tugab ketib, oldirab tinab yurtga qaytdim. Zimmamga ig'ir yuk ortilgan edi. Men uyga borgandan keyin Shindongfangdagi boshliqim Liliang Urumchidagi uyimga ol so'rg'ili maxsus odam avatib, onamga mening terishib ishlayotganligimni, rahbarlik va xizmatdoshlarimning meni qo'llaydiganligini aytdi. Bir haftadan keyin Beijingga qaytib berib, Liliang muallimning o'zi iyona qilib qolmay, xizmatdoshlarini safarbar qilib, men uchun iyona to'plaganligini bildim. Bu ish menga cheksiz ilhom va madad bo'ldi.
bu yerdagi ishonish deganimiz beshidan hech ish o'tmagan birining dunyo to'limi go'zal, hech qanday jinoyat va razillik yo'q deb qarg'ularcha ishonishi emas, bu dunyoning mukammal emasligini, tangsizlik va yomonliklarning to'lib yotganligini bilib turibmi, yanada badal to'lashga rozi bo'lishini ko'rsatadi. Mana bu haqiqiy qaysarlik deymiz. Boshqalarga yordam qo'limni sunishim, u pullarning qaytib kelmaslik ehtimolligini o'ylamaganligim uchun emas, o'sha pullardan rostla ayrilib qolgan taqdirdami, unchalik pulni yana topa oladiganligimga ishonaman. Uning ustiga moddiy talabim ancha yuqori bo'lmag'achqa, yanada turmushimni qamdab ketalayman. Shundoq turib, inson tabiatining to'limi go'zal bir tarafiga ishonishdan nima deb qo'rqaman? Ishlash, badan chiniqtirish, sahar turish, kitob o'qish, kitob yozishdan boshqa xayriyat qilishni izchil davomlashtirib keldim. Do'stlar bilan birlikda YouTube xayriyat fondini qurdik. Gaytis fondini kengaytirish ishlariga qatnashdik. Mayli o'zgacha paranglarda sizni kuldirib xush qilgan bo'lay, mayli xayriyat qilib sizga sovg'at va bilim avatgan bo'lay, bu ishlardan xo'shallik topaman. 2016-yili 3-oyda Zhongshandagi imzoliq kitob setish faoliyatiga chaqliq o'rindiqda o'tirgan bir o'qirman Atayin Guangzhoudan naq maydonga keldi. U ko'pchilik oldida gap qilishdan qo'rqadigan tortinchoq bir qiz bo'lsa-mu, o'zining qaysarlik bilan kurash qilish tarixini so'zlash orqali nurg'un odamni ta'sirlantirdi. Blogimda qurgan badan chiniqtirish atirti orqali nurg'un odamga yordam qilgan edim. U bir parcha tashakkurnamasi bilan diqqatimni tortgan edi. Xatga mening bir parcha rasmim va bir qancha jumla so'zim qo'shilib avatilgan edi. Badan chiniqtirish atirtining 170 kun izchil chiniqish xotirasi. 2014-yili 8-oyning 7-kunidan 2015-yili 1-oyning 17-kunigacha jami'iy 17 kun har kuni badan chiniqtirish va shu kunlik ta'sirot bilan rasmimni qo'shib blogga chiqarishni uzmay davomlashtirdim. Ularni ratlab chiqsam, to'limi go'zal bir hikoya bo'ldi. Rahmat muallim, siz paydo bo'lib, o'zimning naqadar qaysarligimni payqadim. Rahmat sizga Ali muallim. Bizga izchil madad berib keldingiz. Sizning madadingizdan biz texim jushqun bo'lib ketdik. Qaysar bo'lib ketdik. Siz nurg'un yoshlarga ta'sir ko'rsatdingiz. Bizga davomli ulgu bo'lishingizni umid qilamiz. Rasm va xatlarni ko'rgandan keyin uning ojiz ekanligini bildim. Chiniqishning uning uchun qanchalik jaboliq bir ish ekanligini tasavvur qila olishingiz mumkin. Demak, boshlang'ich bitkizibla to'xtab qolgan odamlardan 10 yil ortiq o'qibdi. To'liqsiz 3 yil, to'liq 3 yil, dashu 4 yil, saq 10 yil. Nurg'un odamlar bilan o'xshash bir yo'lni mangadi. Ammo menish usuli o'xshashmaydi. Uning hikoyasi o'xshashmaydi. Fikir almashtirish jarayonida egallaganlarim. U boshlang'ishdan dashuni bitkizguncha saq 16 yil o'qibdi. Demak, boshlang'ichni bitkizibla to'xtab qolgan odamlardan 10 yil ortiq o'qibdi. To'liqsiz 3 yil, to'liq 3 yil, dashu 4 yil, saq 10 yil. U nurg'un odamlar bilan o'xshash bir yo'lni mangadi. Ammo menish usuli o'xshashmaydi. Boshlang'ich 1-yillikni 10 yoshga kirganda aron bitkizibdi.
u bu dunyoga kelibla tug'ma ko'mirchak kasalligiga giribtor bo'lgan ekan. Shundaqdimi terishishdan voz kechmabdi. Dashoni har yili o'qish mukofoti puli olib o'qibdi. 2012-yillik Guangdongni ta'sirlantirgan shaxs munavvar o'quvchi bo'lib baholanibdi. Eng oxirida munavvar o'qish bitkizgan o'quvchilik salohiyati bilan maktab bitkizibdi. Uni kishilar orasida men tarafga qarab kelayotgan holda ko'rganimda shunchalik ta'sirlandim. Boshqalarga qilgan yordam, bergan ilhomlarimning ahamiyatini ko'rgandek bo'ldim. Ojiz bir qizdan har tarafga berib leksiya so'zlaydigan, o'zining ojizidan chiqib qolmay, boshqalarga yordam qilayotgan bir yoshga aylanishga qanchalik badal ketadiganligini bilaman. İmzoliq kitob setayotgan naq maydonda u mundaq bir masalani o'ttirg'i qo'ydi. Ali muallim, men gangirab qoldim. Menmo sizga o'xshash leksiya so'zlab aktiv energiya tarqatayotgan odam. Anglag'uchilarni ta'sirlantirish uchun ko'pinchimiz o'zimizning hikoyasini so'zlaymiz. Ammo so'zlaversak, bo'libmi doim o'zimizning qanday jafolarni tortganligini so'zlasak, ular sizni dard setayotdi deb o'ylab qoladi ekan. Bu masalaga menmi yo'liqqan. Anglag'uchilarni ta'sirlantirish uchun tortgan jafolarimizni so'zlashimiz kerakmi? Meningcha, buningdan saqlanish uchun mundaq ikki nuqtaga diqqat qilish kerak. Biri o'zimizning hikoyasida davomli ilgirlash bo'lib turish kerak. Har qitim so'zlaganda yangi natijalaringizni qo'shib so'zlashingiz, bo'shikdek bir o'rningizga erg'anshib, ko'ni muqomni aytaverishdan saqlanishimiz kerak. Yana biri necha 100 odam anglagan bir maydon leksiyadan bir odamni o'zgartirasingizmi hisob. Shuning o'zi g'alba. Darvaqa bir odamni o'zgartirish uncha oson ish emas. Xayriyatni son bilan hisoblab chiqilib bo'lmaydi. Yaxshi ko'nglingizni 99 odam aldamchilik, quruq gap sotqanlikqa chiqargan holatdimi? Bir odam bo'lsa-mu foydasini ko'rgan bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Boshqalarning bahosi ichida o'zingizni yuttirib qo'ymang. Blogimda xat qoldirib, qiyinchilikni aytib, iqtisodiy yordam so'raydiganlar xeyli ko'p. Odatda hammasiga pul avatdiman. Ammo uchurning rostligini jazmlashtirolmagan ahvolda osonlikcha ham bahrilamayman. Chunki o'zimning puliga o'zim mas'ul bo'la olgan bilan o'zimning ta'sir kuchidan foydalanib boshqalarga pul bergizsam bo'lmaydi-da. 2015-yili bir qitimliq Şinjanlik yurtdoshlar yig'ilishida xayriyat ishlarini qiladigan ikki qiz bilan tanishib qoldim. Boshqalarning hammasi yeb-ichib, xushal-xuram paranglashib o'ldirganda, ular boshdan oxiri o'zlarini tonimaydigan bir baxtsiz uchun i'ona to'plashning gapini qilyotdi. Ularning menga o'xshashlar boshqalarga yordam qilishni o'ylaydigan, yaxshi ishlarni qilish orzusi kuchli yoshlar ekanligini ko'rib, birlikda xayriyat fondini qurdik. Ular yaxshi ishni nihoyatda ko'ngil qo'yib qiladi. Pul berish bilanla kifoyalanmay, tafsilotlargacha voyaga yetkazishni o'ylaydi. Masalan, namarat rayonlardagi bolalarga mehr-muhabbat yetkazish uchun nurg'un somka elib borgan edi. Lekin ota-onalar bolalarning yep-yangi somkani mehnat qilib etishidan ansirab, ishlatgili qo'ymaydi ekan. Shuning bilan ko'ngil sovg'isi bir xil shaklga aylanib qoldi. Ko'pchilik xayriyat yo'lida agir to'qayliqlarni besib o'tdik. Hatto ba'zi ishlar odamning ko'nglini g'ash qiladi. 2015-yilning oxiri biz birlikda ig'ir kasal bo'lib qolgan bir bolaga yordam berish uchun taratqular bilan aloqalashib yurib, i'ona to'pladik. Bir jup yosh ota-ona kasalchan bolasi uchun shuncha ko'p pul yig'ganligini, banka kartasiga bu umrda ko'ribmi boqmagan darajada ko'p pul tushganligini ko'rib, davolatishni qasdan kayniga surishga boshlabdi. Hatto bolasidan voz kechish xiyoliga kelibdi. Dastlabda inson tabiatining bu qadar qorong'u bir tarifining borligini o'ylamagan bo'lg'achqa, nimishqa aktiv davolatmaydigandu deb hayron bo'lgan edik. Buni bilgan kishilar i'ona yig'ishni darhol to'xtatishga da'vat qilganda, ularmo bizga o'xshashlar cho'chib ketdi. Ammo voz kechmadik. Nodon oti bilan qora qo'rsoq onaning i'ona pulini elib ketishiga yo'l qo'ymadik. Tashabbuskorlik bilan munosabatlik tarmoqlarni izlab, davolash chiqimining tegishli qismini otchot qilg'izgandan keyin yig'ilgan pulning oshgan qismini i'ona qilguvchilarga qaytarib berdik.
2015-yili 12 ayda xayriyat fondikilar qattiq soğuqqa qaramay Şinjandagi eng namarat joy Xotan nahiyasidagi bir maktabga bordik. Anammo biz bilan birga bordi. Xotan shahridan Xotan nahiyasining yezi qishloqlarigacha chiroqmi yo'q, egizpas yo'lda mashina bilan xeli mengishga to'g'ri keladi. 1-yillikdan 6-yillikgacha 300 necha ming o'quvchiga aram 5-6 o'qituvchi bor ekan. Tok bo'lmag'achqa kesiri kirsin chiroq yoqadi ekan. Nefis kiyim bilan 0 dan töven 10 necha gradus soğuqda yugurgan balalarni ko'rib, onamning ham achchig'i keldi, ham ichi og'ridi. U o'zimi shu qitimli xayriyat faoliyatida so'g'uq o'tkazib olib, uzoq o'tmay doktorxonaga kirib qoldi. Xayriyat fondimizning shuari ma'arifga yordam berish, namaratlarni yo'lamaslik. Bemorlarga mo yordam qilamiz, ammo yordam olg'uchida tayinivilish psixikasini shakllantirib qo'ymaslik uchun pul berish bilan bo'ldi qilmaymiz. Balki masalani ma'rif qatlamida hal qilishni maqsad qilamiz. Birdamlik yaxshi odam bo'lish oson. Yo'l bo'yida o'ltirgan tilamchiga 10 yuan pulni shartida chiqarib berishingiz mumkin. Ammo yaxshilikni uzoq davomlashtirish cho'qim to'g'ri usulda bo'lishi kerak. Buning uchun o'zingizni rohat muhitdan elib chiqishingizga to'g'ri keladi. Hatto ba'zida yaxshi niyatingiz burmilanishi mumkin. Xato tushunilishdan qo'rqmay, qilgan yaxshiligingizga javob talab qilmang. Yaxshilik qilish uchunmi ching turishga to'g'ri keladi. Her kimga bir qamchi kerak. Ko'p hollarda tulparni choptirg'uni ot minguvchi emas, balki qamchi. Siz o'zingizga tava qamchini topdingizmi? Qutqizg'uchim Yuminghong muallimga rahmat. U haqida ishlangan bir kino bor. Ismi Junguliq sheriklar. Yiziqchilik yo'lida meningmi bir sherikim bor. U Zhang Xiaoai. U bo'lmasa hozirgacha yozolmasligim mumkin edi. Bu mening 2016-yili 4-oyda 10-navbatlik Jungu yozuvchilar tizimidagi sahnasida yillik istedodliq yosh yozuvchi bo'lib mukofotlangan cheg'imda aytgan so'zlarim. Shundaqla mening Xiaoaiga tunji qitim ommaviy so'rinda rahmat aytishim. Odam hayotida turli qismatlarga yo'liqib turadi ekan. Ammo tasoddifiy fursatda shundoq birini uchirtib qolasizda, shuningdan e'tiboran hayotingiz o'zgaradi. Men qumliqda qal'a selayotgan g'oyizimchi. Mening samimiyligim va qizg'inligimni orqamda o'ntinsiz madadkor bo'layotgan odamlardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Qamchi kabi sabdoshlarim tengirqab qolganimda orqamdan ittirib, xudimni bilmay qolganimda sagitib turdi. Her qandaq vaqtda o'zimning xohishi bo'yicha qal'ani qayta selishimni ig'ir olmadi. Dal aksicha, mening g'oyaparastligimni o'ntinsiz uzil-kesil qat'iylik bilan qo'lladi. Xiaoai bilan qandaq tanishganimning o'zi bir hikoya. 2 qatim ko'rishdik. 2 soat paranglashdiqda men uning o'zimning nashr huquqiy vakolatchisi qilishni qaror qildim. 2014-yili yozda biri menga yep-yangi 100 parcha kitobni nomsiz avatib kitob o'qish korpusidagi o'quvchilarga sovg'a qilishimni aytibdi. Liq bir yashik kitobni topshirib olganda yana birarsi e'lonimga chiqib ber deydigan o'xshamamdi. Necha ming yuanlik kitobni bekorla berib atmas deganlarni o'yladim. Keyin bilsam, u asli pishqon madaniyat muxbiri ekan. Mağa o'xshashlar izchil xolis ishlar bilan mashg'ul bo'lib kelib o'tibdi. Har yili o'z yenidan pul chiqarib, maktablarga, oliy maktab o'quvchilariga, o'qirmanlarga necha ming parcha kitob sovg'a qiladi ekan. Birinchi qitim ona maktabim Beijing Dashuda ko'rishdik. O'zgacha paranglar nomli programmani bilamsiz. Madong, Gao Xiaosonglar yetakchilik qiladi.
bas munozara sohasida to'nilgan Maviveymi qatnashidi. Ular menimi taklif qildi. Ash kuni Beijing Dashuoning tantarbiya maydonida mening shuningdan keyingi hayotimga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan ashu programma to'g'risida paranglashdik. U chaqda men o'zimning tanlangan yoki tanlanmaganligimni, programmaning qo'yiladigan yoki qo'yilmaydiganligini texi bilmaydim. U programmaning keyingi kunlarda bu qadar dangliq bo'lib ketadiganligini teximi bilmaydim. Bering, cho'qim qatnashing. Meningcha bu programma xelili bo'lib qo'ydi, dedi u. Ondan gapini to'liqlab qo'ydi. Mening ko'p yillik tajribalarimga asoslanganda. Darvaqa to'g'ri aytgan ekan. Ikkinchi qitim Shandong Dashuoda uning ona maktabida ko'rishdik. Men u o'rinlashtirgan kitob o'qish yig'iniga qatnashqili borgan edim. Ozoda safarni tanlamsiz, mo'l mazmunli safarnimi? deb so'radi Xiaoay. Men albatta keyingisini tanladim. 7dan 10dan 8dan 40gacha yuqori suratli poyezdga o'tirsiz. 8dan 50dan 9dan 50gacha vokzaldan chiqib Jinan radio stansiyasiga borasiz. 10dan 11:20gacha riyosatchi bilan anglatadigan mazmun haqida paranglashsiz. Jinan radio stansiyasining FM 93.6 Adabiyot san'at shahri programmasida 1 soat 20 minut ovozga ilinadi. 11dan 50dan 13:20gacha Shandong radio stansiyasi FM 102.1 turmush kanalining bevosita anglatishiga qatnashsiz. 12dan 55da bevosita anglatish uyiga kirasiz. 14da mehmonxonada dam olasiz. 15da Jinan Shindongfangning mashinasiga o'ltirib oliy maktabga leksiya so'zligini borasiz. 18dan 30da Shandong Dashuoning faoliyat maydoniga kirasiz. 19dan 21gacha kitob o'qish faoliyati, adres Shandong Dashuo Honglu maktab rayoni, qonun sho'yani zali. İçimda bu adashma menga o'xshashla bir sarangmi nima deb o'ylab qoldim. Bizning tarbiyalash sohasida va u ishlaydigan taratquv sohasida mundaq bir qiziq gap bor. Ayollar er kishidek ishlaydi, erlar eshakdek ishlaydi. Biz ikkilimiz er. Ayol deganni unutib, bevosita eshakdek ishlaydiganlardan bo'lib chiqdik. Jahillikda söz ishonchlik, harakat kaskin bo'lishni tashabbus qilish jihatda bir-birimizga o'xshaydik. Bu jihatda qimmat qarashimizmi birdek edi. Orqa terikimiz yo'q. O'zimizning tirikchanligiga, haqiqiy kuchimizga tayanib yaxshi yashash, texmi ko'p kishilarga yordam qilish jihatdami bir-birimizga o'xshaydik. Boshqalarga samimiy bo'lishni, hamrohiga sodiq bo'lishni qadrlaydik. Şuna iç bağrımızını töküp, keçirmişlerimizni qo'rinmasdan so'zlab berdim. Bu tarafı texmi muhim edi. Butunlay yangi bir sohaga kirganda utuq qozonolmaydigan yoki qozonolmaydiganligingizni bilmaganlikdan osonla voz kechib ketishingiz mumkinchiligi cho'ng bo'lganligi uchun cho'qim sizga haydakchilik qilib tura oladigan bir odam tepishingiz kerak ekan. Şuna men uni kitob sohasidagi sherikim bo'lishga rasmiy taklif qildim. Buningdan keyin meni cho'qim majburlab turing. Qanday qilsangiz mayli, cho'qim vaqtida belgilangan vaqt ichida nashrdan chiqarishga kapolatlik qiling, dedim. U menga bir kitob yozib bo'lishim uchun 3 oy vaqt belgilab berdi. 2 oy ichida basmaga yo'llash, 6 oy ichida bozorga selib bo'lish. 1 yil ichida o'xshash turdagi kitoblar ichida birinchi o'ringa chiqarish planini tuzib chiqdi. Bir haftaga bormayla pushaymon qildim. Aslida odamning ko'nglini tushunadi deb o'ylagan bu do'stimga necha ming qitim o'ch bo'lib ketdim. Butun bir kun dars o'tib, yerib holimdan ketib, kitob yozmaslik uchun turli bahonalarni tepib turganimda bugun qanchalik yozding, nimalarni yozding, qachon topshirsan deb ko'zimga kirib Kunda bir qitim emas, atdiganda bir qitim, tushda bir qitim, kechda bir qitim. To'xtamay telefon urib, beshimni og'irtib etdi. Necha qitim shunchalik achchig'im keldiki, telefonni yerga urib, chiqavatgim kelib ketdi. Uda 2 yil chag'an harpisini kitobning mazmuni to'g'risida paranglashib o'tkazdik.
Bizning chag'anliq sovg'atimiz kitob haqidagi taklifdan iborat edi. Chag'an harpisini shundoq o'tkazgan yerda odatdagi kunlarni demasam bo'lar. Har qancha ochiqim kelsa-mu, o'zim tanlagan yo'l shu bo'lg'achqa tishimni tishlab vazifani o'rinlaytdim. U ma'mu, o'ziga-mu qattiq qo'l edi. O'zining muxbirlik xizmatini qilganning sirtida bir qancha yildan beri nashr qilingan ilhom baxsh kitoblarning hammasini degidek dövlab qo'yib, bir boshdan 2 qatim ko'rib chiqdi. Mening soat 10 gacha ishlab, yerib o'lay deganda yerim kechagacha kitob yozadiganligimni bilgachga, ba'zida o'zimmi ozroq arsalda bo'lib, biz aslida xo'shal-xuram paranglashadigan do'stlardan edik-ku. Hozir men esingizga kelsam-la kitob yozishga oldirtidi deb o'ylaydigan bo'lib qopsiz. Hatto uni darimdan uchirib kelsam qo'rqib ketadi ekansiz. Sizning buncha jabba chekayotganingizni ko'rib, menmi ba'zida mayliga qo'yib beraymi-ya deb qolaman, dedi. Texmi munavvar odamga aylanish uchun men o'zim shuni talab qilib turib, endi bo'lganda uni bek qattiq qo'lliq qilding desam, qandoq bo'ladi? Men undidorga so'z qoldirib, ovozga elib saqlab qo'ydim va uningga avatdim. Bundan keyin agar yana o'rinliq qilsam, kechiktirsam, mushu gaplarni o'zimga anlatib qo'ying, dedim. Lekin foydasi bo'lmadi. Jaboliq kunlarni birlikda o'tkazdik. Hamoqatlikim va galvonliqim sababidan uni yetkicha jabba tortqizdim. Men haqiqatan hamoqat. Ammo mushu o'lchamga silishga to'g'ri kelsa, uni mu aqlliq deb ketgili bo'lmaydi. Ayni chaqda meni taniydiganlar hozirgidek ko'p emas edi. Shundoq tursimu, u mening cho'qim yoza oladiganligimga hamoqatlarcha ishongan edi. Men kitobimni nashrdan chiqara olsamla bo'ldi deb qaraganda, u cho'qim yarim yil ichida nashrdan chiqaramiz. 1 yil ichida cho'qim o'xshash turdagi kitoblar ichida birinchi qatorda turadigan eng bozorliq kitobga aylantiramiz degan edi. 1% umid bor edi. Biz 200% tirishchanlik ko'rsatdik. Birinchi kitobim yarimlashgan chaqda men hurmatlaydigan bir akamizga bu ishni deb berdim. U menga, men sening o'rningda bo'lsam yozmaydim. Hozirg'u oz-to'la noming chiqib qoldi. Lekin ko'rgan bilganlaring yetarlik emas. Navoda mag'lub bo'lib qolsang, bekordan bekor kulkiga qolasan, dedi. Saq bir oy bir xatmi yozmadim. Har kuni turli bahonalarni ko'rsatib, terishayotganda qiyofatga kirib oldim. Bir qadammi ilgirlamadik. Sababini uningga demadim. Eg'izdan chiqara olmaydim. O'zim boshqalarga so'ralmalik kesilni qandoq yengish, qandoq botir bo'lish to'g'risida chalvaqib so'zlab turib, Jungodagi o'zini eng qattiq boshquradigan odam deb atalgan turib, navbat o'zimga kelganda qilolmadim. Bir oydan keyin u oldimga bir bog'lam originalni tashladi. Mantiqsiz yezib qo'ygan mazmunlarni, yaxshi bayon qilolmagan voqeliklarni birma-bir ko'rsatib, baho yezib chiqibdi. Yana bir muncha ulgulik jumla, abzaslarni qo'shib, boshqalarning maqolini qandoq boshlaganligini, voqeliklarni qandoq bog'lashtirganligi, qoidalarni qandoq ifodalab chiqqanligini analiz qilib, tafsiliy yezib chiqibdi. Qo'shib kelsa, men yozgan maqoladanmi uzunroq bir narsa bo'ladi. Men bu sohada shuncha yil ishlab, faqat 3 odamga ishongan edim. Boshdagi ikkisi 2 yil ichida chag'anliq san'at kechiligiga chiqdi. 3-inchisi siz. O'zingizga ishonmagan taqdirdami, mening bayqash iqtidorimga ishoning. Gapimiz gap bo'lsin. 3 yilda 3 kitob Jungo yozuvchilar tizimligida ismingizni ko'rasiz. Men ya artist bo'lmasam, chag'anliq san'at kechiligiga chiqish menga ta's kelmaydigan tursa, deganlarni o'yladim. Ammo uning o'zining uslubi orqali menga ishonch bermoqchi ekanligini bilatdim. Odatdagi hamkorlashuvchilarning oldiga bundaq 3 xil hamkorlik loyihasini o'ttirib qo'ysangiz, A. Siz 10 yuan topsiz. Hamkorlashuvchingiz 5 yuan topadi. Kuchimaysiz, o'zingizning manfaatini ko'zlaysiz. B. Siz 5 yuan topsiz.
hamkorlashuvchingiz 5 yuan topadi. Har ikki taraf o'ziga taqsim qilingan ishni yaxshi qiladi. Aktiv, tashabbuskor bo'ladi. C. Siz 5 yuan topsiz, hamkorlashuvchingiz 10 yuan topadi. Shundaq turib o'zingiz yerib ketasiz, yana bir muncha qo'shimcha xizmatlarni qilasiz. Ya'ni kelib mag'lub bo'lishning badalini o'zingiz to'laysiz. Ko'p qism odamlar A'ni tanlaydi. Bir qism odamlar B'ni tanlaydi. C'ni tanlaydiganlar nihoyatda oz. Men Xiaoayning 4-xil loyiha yo'qmi deb so'raydiganligini bilaman. U hamkorlashuvchi 30 yuan, hatto 50 yuan topadigan. O'zi bir tiyinmi olmaslikqami rozi bo'lganning ustiga o'zida bor imkoniyatlarni shu ish uchun sarf qilishga rozi bo'lgan hamkorlashuvchi edi. O'zi adolatsizlikka uchrashga roziki, boshqalarga insofsizlik qilishni xohlamaydigan odam edi. Men uning mushundaq sadoqatmanligini yoqtiratdim. Boshqalar men bilan birga ishlashni nihoyat oson o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Men boshqalarga cheksiz keng qo'rsoq bo'laman. Ammo o'zimga cheksiz qattiq qo'lliq qilaman. Men bu bir inson bo'lganligim uchun besimga uchirganda, uvalchilikqa qolganda, boshqalarning oldida chandurmagan bilan uning oldida tuzit qilib o'ltirmaydim. O'z beshimchilik, bexatarlik tuyg'usidan keladi. Chunki qaysar mukammal qiyofatga kirvilishning hojati qolmaydi. Ba'zilar kitobimni o'qigandan keyin sen bak mukammal ekansan, odamning ishongusi kelmaydi deyishdi. Ammo qasdan yo'shirg'inim emas. Men faqat o'zimning yana bir tarafimning borligini boshqalarga bildirishni xohlamayman. Qalbimning 90% qismi hammalarga ichib etilgan. Boshqalarga umid beg'ishlasam, illiqlik his qildirsam deyman. Qolgan 10 qismi faqat o'zimga tava, u mening qalqinim. Uning madad berishi bilan men bu kitobimda ilgirki gangirashlarim va qo'rqinishlarimni ortiq yo'shirmadim. Qalbimning eng nozik qismini oshkorlashga, mukammal bo'lmagan o'zimni, kamchiliklarimni e'tirof qilishga jur'at qildim. Men o'zimdan qanoatlanib ketib, o'rinlik qilgan chog'larimda u menga undidarda gap avatdi. Natijalaringni yostiq qilib yetyapsan. Xiyoliy olqishlarga qanot qilib, olg'a ilgirlashdan to'xtab qolay demsan, to'g'ri qo'rdiqi yeb bo'ldi qilmay, yana somsa yemoqchi bo'lyapsan. O'zingning 95 kilogramlik bodek vaqtingni, butun dunyo sana yomon ko'zda qaragan chog'larni unutib qolgan o'xshamabsan. Ba'zida menmo toqat qilib bo'lolmaydim. Men nimani so'zlasam o'quvchilar chavoq chaladi. Ularning inkosi shundoq yaxshi. Ko'pchilik mening sirtqi qiyofatimni emas, ruhimni qadrlaydi. Men ya chiroyimga, ya bo'yimga tayanib jon boqadigan odam bo'lmasam. Uningdan tanbih anglagandan keyin 12 soat qiyaydim. O'zimni qochiratdim. 12 soatdan keyin xatoligimni to'nib, gap so'z qilmay tuztatdim. Ammo og'zimda e'tirof qilmaydim. Og'zda meni tillagan bilan amaliyotda meni qistaydi. Men shanba kunlari aram olmay ishlab, Amerika, Yevropalarga berib sayohat qilish, xotirjam aram elish uchun 20 kun aram vaqtimni yiqqan edim. Shu chaqlarda u meni sayohat xotirasi yezib turishga, yozganlarimni kitobga kirgizishga qistab turadi. Başta xotirjam sayohat qilg'ili qo'ymadi deb xafa bo'lgan edim. Keyin safar jarayonida uchirgan nurg'un ahamiyatli ishlarni unutib ketganligimni, Dabangning turmushida yuz bergan ishlarni izchil xotirlab mangdiganligini bilgandan keyin ko'rgan bilganlarimni o'z vaqtida xotirlab qo'yishga odatlangan edim. Albatta, so'qishib qolgan, qattiq so'qishgan chog'larimiz bor. Hatto bir qitim hamkorlik munosabatini oxirlashtirmoqchi bo'lishgan. Shu chog'da yurtimizda turayotgan onam tuyuqsiz qattiq og'rib qoldi. Sirtda leksiya so'zlaydigan, dars o'tadigan, imzoliq kitob sotadigan faoliyatlar allburun o'rinlashtirib bo'lingan. E'lon, uqtirishlarmi tarqitib bo'lingan edi. Agar men bormasam, qoida bo'yicha to'g'ri tushuntirgul bo'ladi. Ammo hamkorlashuvchi taraflar va shirkatlarga ig'ir ziyon bo'ladi.
tishimni tishlab bordim. Bir tarafdan yurtdagi urug' tuqqan do'st birodarlarga telefon qilib, onamning davolanish ishini o'rinlashtirib, yana bir tarafdan komandirovkaga mangdim. İmzoliq kitob setish nuqtasiga mangan yo'l ustida Xiaoay meni yangi kitob yozishga majburladi. Uni yozay desam bo'lmaydi deydi. Buni yozay desam vakil xarakterlik emas, boshqani yoz deydi. Achchiqim keldi. Boshqalarning hammasi meni senbek qaltis deydi. Gap qilsamla chavaq chaladi. Faqat sizlar meni yaratmaysiz. Uni desammi bo'lmaydi, buni desammi bo'lmaydi deysiz. Siz bak yomon bo'lgandan boshqa odam tepib hamkorlashing. Vakolatchi topmoq tas emas. Men kimni topsam bo'laveradi. U yerga qarab uzoqcha gap qilmadi. Yig'ladi. Bo'ladi, dedi u. Agar mendanmi yaxshi qila oladigan odam topa oladigan ishingiz bo'lsa, menmo oldingizda to'sib qo'ymay. Men qachonlar ketsam bo'laveradi. Shu an pushaymon qildim. Bu ishlarmi o'tib ketdi. Ko'ngilsiz ishlarni unutib ketdik. Ko'nglim tuz, og'zim itdik. To'g'ri tushunib degandek gaplarni qila oldim. Ishni yangi boshlagan chog'lardagi zarbalarni, kamsitishlarni, qiynashlarni, oldinishlarni hammani unutib ketdim. Uning men uchun nimalarni ustiga olganligini unutib ketdim. G'alba qilganingda, nom chiqarganingda, sendan nab chiqqudek bo'lgan chaqda ozroq bo'lsa-mu nab undirib olishni ko'zlaydigan har xil odamlar har tarafdan yopirilib keladi ekan. Sen hech kim emas chaqda sen bilan bilim manganlarga hech qancha foyda yetkazolmaydigan vaqtingda sen uchun yurak qinini sarf qilishni xohlaydiganlar nihoyatda oz bo'ldi ekan. Men haqiqatan hamoqat ekanman. Xatoligimni to'nishdan nomus qilatdim. Eshikni taqab, tamoq akirgili chiqib ketdim. Atigandan toki kun qayrilguncha hech qaysimiz hech narsa yemagan edik. Qaytib kelsam, u telefonda paranglashib yetibdi. Yengili bezab bo'lgan uyni qancha pulga sotqili bo'lganligini so'rayotdi. Onamning kesilini davolatishga yana qanchalik pul ketadiganligini bilmaydim. Gerçi aşu 2 yil ichida xeyli ko'p kirim qilgan bo'lsam-mu, pul yig'ishga odatlanmagachga singlim bilan onamning turmush chiqimi, sayohat chiqimlariga xarjlagandan boshqa ko'p qism pullarimni xayriyat fondi qurishga ishlatayotgan edim. Ya'ni kelib, odatdami u yoq bu yoqlarga iyona qilib turadigan bo'lg'achqa asosan pul yig'olmagan edim. O'zimcha novchilik qilib pul qarz elishni xohlamaydim. U mening mijozimni bilgachga o'zining usulida menga yordam qilmoqchi bo'layotdi. Asli uning meni yangi kitob yozishga oldirtishimi shuning uchun ekan. Originalning tezisi bitgandan keyin baldurroq to'xtam tuzib, oldin pul olmoqchi va hammani menga bermoqchi bo'lgan ekan. Buni keyin uqdim. Bu ishlarning hech birini menga aytmabdi. Mani ko'rdingmi? Bularning hammani sen uchun qilyapman demagan edi. Lekin uncha qattiq so'qishib ketarimizni o'ylamagan edim. Qiyin kunlarni birlikda boshdan kechirdik. Dedim men yavaşlik bilan. Ketaman debla ketadigan ish yo'q. 3 yilda 3 kitob, 1 million parcha sotamiz deyishgan. Ketaman desangizmi mayli. Lekin kelgisi 3 yillik ulushingizni berib o'tay. Ondan keting. Lazimi yo'q. Lekin hozir ketmayman. Bu lohiyani butkizib, mukammal bir narsa qoldirib ketaman. Bo'lmasa, qarab turib ishni buzasiz. U ko'nglimni tushungan edi. Urushib bo'libla o'ylab qoldim. Boshqalar so'qsa, pulni ko'proq ilib olib ketish uchun urushidi. Biz bo'lsak, qarshi tarafga ko'proq bir narsa qoldirish uchun tirishib-tatdiq. Mushundaq turibmi, yana urushamdiq. Manfaat so'rinida samimiylikdan saxtalik ko'p bo'ladi. Oldingizda kulib turib, yaxshi gaplarni qilgan odam ichida sizga qarasanaydi. Astirtdan o'zingga so'qishtiradigan, og'zida kulki chaqchaq, qo'ynida palchi pichoq saqlaydigan ahvolga doim uchrab turasiz.
birinchi qitimliq imzoliq kitob setish faoliyati Guangzhou kitob yarmankasiga o'rinlashtirilgan edi. Dаңlıq ərbablarının faoliyati shahar sirtidagi tarmoq zalda o'tkaziladi. Yangi kitobimning taratqular bilan uchrashish yig'inimiz shahar rayonida ijiladi. Men bu sohaga yangi kirgan bo'lg'achqa ziyorat qiladigan muxbirlarmi chiqmasmikin deb o'ylagan edim. U kuni Guangzhou, Beijingdagi taratqularning hammasi degudek kelgan edi. Xiaoay bir hafta burun konu do'stlariga telefon qilib meni tavsiya qilibdi. Ularning vaqtiga asosan turli tafsilotlarni tanishib, hammani o'rinlashtirib qo'yibdi. Yangi yozuvchining birinchi qitimliq imzoliq setish faoliyatiga tuzuk odam kelmasligi normal edi. Menmo ideya jihati tayyorlik ko'rib qo'ygan edim. Yana kelib bizning faoliyatimiz eng baldur boshlanadi. Ish mening o'ylaganimdek bo'lmadi. Ko'zni yumib ochqucha zal ichi to'shib ketdi. O'rin yetmay o'ri to'shib ketdi. Xiaoay menga demagan bilan gazetxona, radio, tor bekatlar, undidor salonlari ishqilib taratqu vositalarining hammasini yig'ibdi. Darvaqa tunji qitimliq imzoliq setish faoliyatimiz haqiqatan qaltis bo'ldi. Anlamabdikanmiz, kitobi setilarmi? Torda ancha-muncha tonilgan ekan, qandoq bo'lar? Leksiyani yaxshi so'zlagan bilan kitob yoza olamdi. Mushundaq savollar qayta-qayta qo'yilgan chaqda Xiaoay qat'iylik bilan so'zlab, ularni qoyil qildi. Texi bo'lmagan ishqa cho'qim bo'ladi, deb kapolat bermoqdas. Ammo men uning hozirgacha qilgan har bir ishda qisqa vaqt ichida shu sohaning oldingi qatoriga o'talganligini bilaman. Shuning uchun uningga ishonaman. Texi yuz bermagan ishdimi cho'qim g'alaba qiladi, deyolmayman. Lekin u izchil utuq qozonib kelgan odam. Bu ishdimi cho'qim g'alaba qildiganligiga ishonaman. U meni maqtaydigan bundoq gaplarni mening oldimda deb baqmagan edi. Menga shuncha yuqori, shuncha qattiq talab qo'ydigan odam bir necha ig'iz ortiq maqtab qo'ysangiz nima bo'ladi? Dedim bir qitim. U meni bir ziyoratga boshlab bordi. Chaijong Wang Qiangni ziyorat qilganda Yuminxong muallimning gapi chiqib qoldi. Men uni ma'naviy yo'lboshchi deb qarayman, deydi Wang Qiang. Universal safa jihatda Yuminxong meni bosib tushdi. Uningga yaxshiroq muomala qilsangiz nima bo'ladi? deb so'radi Chaijong. Bo'lmaydi. Chunki u bir yo'lboshchi bo'lishi kerak. Uning zimmasidagi yuk o'xshamaydi. Uni Ternerga o'xshasak, oltin medal olgan odamning ustidagi besim oltin medalga munosib darajada ig'ir bo'ladi. Yozuvchi Zhou Tianwen o'zi bilan rejissor Hou Xiaosheng o'ttirsidagi hamkorlik haqida mundaq deydi. Eng muhim bo'lgan qismi o'ttirimizdagi uzoq mazgillik takror davomlashgan muzokara. Odatda Hou Xiaosheng ko'z qarashini o'ttirg'a qo'ydi. Shuning bilan suhbat boshlanadi. Suhbat davomida filmning butun bir manzarasi ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. Men aks sado qaytaradigan quruq jilg'iga o'xshayman. U ovoz chiqaradi, men sado qaytaraman. Aks sado qaytara oladigan quruq jilg'i bo'lishmi uncha oson emas. Top o'ynashni misolga olsak, usti topchilar kuchli raqibi bilan maydonga tushgan chaqda buxodan chiqadi. Pasni ola oladigan va qaytara oladigan bo'lishingiz kerak. Bizning munosabatimiz buningdan boshqa murini muriga tirab jang qilayotgan sabdoshlarga o'xshaydi. Oldi bilan qarshi taraf cho'qim iqtidorli bo'lishi. Uningga ish topshirib, xotirjam bo'la olishingiz kerak. Har qaysimiz o'zimiz ko'ra oladigan 180 gradus doiradagi ishni cho'qim yaxshi bir taraf qilamiz. Ondan mutlaq ishonish, sabdishingizning ish muhim yerga kelganda tashlab ketmaydiganligiga, hatto zarur tepilganda uning o'z manfaatidan voz kechib, sizni qo'g'diy oladiganligingizga ishonishingiz kerak. Quloqqa xo'sh yoqadigan gaplarni qilish, ko'proq orom ol, bak jafo tortib ketma deb turish sizni har qanday ishdan to'simaydigan odam bo'lish oson. Xafa bo'lganligingizni bildirib bilib turib, gapni yuzingizga deydigan, rost gapni deydigan odamlar haqiqiy turda sizni o'ylantiradigan odamdir. Bu kitob nashrdan chiqish oldida Xiaoay sistemadan ayrildi.
muxbirlik hayotini oxirlashtirib, egilik tiklash safariga otlandi. O'tgan 2 yilda u o'z kasbiga tayinib, meni orzuyimga yetkazdi. Buningdan keyin men o'zimning tirishchanligiga tayinib, uni erkinlik yo'lida murodiga yetkazaman. Ba'zilar qamchiga o'xshaydi. Shundaq bir bo'lg'achqila tulpardek chapsiz. Ha deganda maylingizga qo'yib beradigan odamni tanlayvermang. Qamcha sizni uchqur otga aylantiradi. Qamchidan ayrilsangiz qashang otga aylanasiz. Ko'p hollarda tulparni chaptirg'ini ot minguvchi emas, balki qamcha. Undaqda siz o'zingizga tava qamchini topdingizmi? Xotima. O'zgarib turadigan bu dunyoda kelgusi nisollarga bo'lgan ishonchisini va g'ayratini yo'qotmagan odam hamon bir kuni mukammal turmushga erisha oladi. Butun kuchingiz bilan otlanganingizda arzu armonlaringizmi siz uchun quchoq ochadi. Ma'nisiz yashashga jasorat kerak emas. Ma'nilik yashashga kerak. G'oyasiz o'tgan kunlaringizga bahona izlamang. O'tayotgani o'zingizning umri. Hayot yo'li uzun. Muhim nuqta aman bir necha qadam neridil bo'ladi. Qiyinchilik har qancha zo'r bo'lsa-mu, hal qilishning yo'li chiqadi. Qiyinchilikni yengishning eng yaxshi chorasi shuki, o'zingizni yetarli kuchlantiring. Nuroniy manzilga aman yetisiz. Yuqorg'imi chiqa oladigan, pastgimi tusha oladigan bo'ling. Kibrsiz bo'lsangiz, yengillab qolasiz. Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı, Şinjan Pan-Texnika Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan İngilis tili oqutish mutaxassisi, natiq yetishtirguchi, Beijing Dashu, Tsinghua Dashu qatorliq dangliq dashularda necha yuz maydon leksiya so'zligichi, Changjiang Soda sho'yinida nutq darsi o'tkichi, o'zgacha paranglar programmasida eng olqishlangan munozirachi, 34 tilliq vaqt boshqarish usulining ijod qilguvchisi, xalqaroliq yig'inlarning qo'shtilliq riyosatchisi, Ali Qaltis ingliz tili, chet elliklarning ko'zidagi dunyo qatorliq ko'rilishi 50 million qitimdan oshgan programmalarning riyosatchisi, yosh yozuvchi, bir yilingizdagi 8760 soat nomli bozorliq kitobning avtori, 10-navbatlik Jungo yozuvchilar reytida oltin medalga erishgan yillik istedodli yosh yozuvchi bo'lib baholangan, kitobi 500 ming parchadan ortiq setilgan Nur Ali Ablizning Yu Minghong, Ma Dong, Gang Xiaosong, Lo Jinyular birlikda tavsiya qilgan hayotingizdagi 84 ming xil imkoniyat nomli kitobi bugun mush yerda tamom bo'ldi.